To'q kebab chiqarayotgan do'stlar diqqat. Bu nuqtalarga diqqat qilmasanlar, to'q kebabning ta'mi, rangini keltirmagandan siri to'qning g'ayri purqini miqdormaysizlar. Bugun o'tib qo'ya yulduz belgisini bosib saqlab oling. Oldi bilan to'qning qusoq qismini yerib olgandan keyin go'sht qilin yerlariga bir necha qatim pichoq urib o'tamiz. Bunda bo'lganda ta'mi ichiga sing'alaydi. Bir tal dasqa 1 kilogramm suvni quyib olgandan keyin ozroq zanjivil, yarim tal bosh piyozni to'g'rab olamiz. 10 gramm samsoqni shilib olgandan keyin suvning ustiga solib olamiz. Arqadan biz tuz ta'mini odatdagidan o'tkazibroq keltirib olamiz. Takshi holatda 2 minut aralashtirib, tuzni butunlay eritib o'tgandan keyin 5 gramm xojo, 2 tal bajo solamiz. Takshi bir aralashtirib o'tgandan keyin xushpuroq to'q kebab qurchidan 130 gramm solamiz. Yana bir qatim takshi aralashtirib, piyozning achchig'ini chiqarib olamiz. To'qning g'ayri puroqlarini texim yaxshi chiqarib o'tish uchun ozroq oq-ochiq suv qo'yamiz. Arqadan to'qni solib 30 minut chilab qo'ygandan keyin elib shirg'imilaymiz. Ajrimiz uchun bir tal yurakni alt raqamlarni yo'llab qo'ying. Mo'shanda kebab bilimlarini ko'proq o'tib qo'ysangiz ehtiyojimiz bor deganlar 8 raqamlarni yo'llab qo'yinglar. Shiritish darsini keyin qismda yo'llab bermay qo'shib olmaganlar qo'shib oling. 抖音